Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun biz darsimizni davom ettiramiz. Ya'ni o'tgan darsda biz bo'yin umurtqalari haqida umumiy hamda bo'yin umurtqalari haqida batafsil gaplashib o'tgan edik. Endi bugungi darsda biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzular ko'krak umurtqalari, bel umurtqalari. Xo'p, demak, birinchi mavzu bu bizda ko'krak umurtqalari. Pars toratsikadagi aytib o'tdik, vertebra toratsika. Demak, vertebra toratsika bizda jami 12 dona bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, TH bilan belgilaymiz. TH1 dan 12 gacha bo'ladi. Jami 12 ta bizda ko'krak umurtqalari bo'ladi. Bo'yin esa bizda aytib o'tganimizdek 7 ta edi. Xo'p, endi ko'krak umurtqalari o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu, demak, birinchi navbatda tanasidagi hamda ko'ndalang o'sig'idagi quvurg'alar chuqurchalari, fovea costalislari bo'ladi. Va bularda umurtqa umumiy tuzilishiga xos belgilar bor bunda ham. Demak, umurtqa umumiy tuzilishi korpus, arkus, ko'ndalang o'siqlar, o'tkir o'siqlar bo'ladi. Va undan farqli jihatda bizda nima bo'ladi? Xo'p, bizda tana qismida, ya'ni mana korpus bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'ndalang o'siq bo'ladigan bo'lsa, shu ikkalasida bizda chuqurchalar fovea costalislar bo'ladi. Demak, farqli jihati yozib qo'yamiz, fovea costalis bo'ladi. Va bu birinchisi korpusdagi, ikkinchisi bu processus transversusdagi bo'ladi. Xo'p, endi biz umumiy ko'rib o'tiramiz. Mana tuzilishiga keladigan bo'lsak, bizda mana umumiy tuzilishiga o'xshash jihatlari, ya'ni korpus bor, tana, foramen vertebralis bor, umurtqa teshigi, o'tkir o'siq, ko'ndalang o'siqlar mana bu yerda, bo'g'im, yuqori pastki bo'g'im o'siqlari bo'ladi. Va bizda bo'g'im o'siqlari bizda frontal tekislikda. Bu haqida ham alohida bitta dars qilamiz. Umumiy umurtqalar tugasa, aynan umurtqalardagi bo'g'im o'siqlarning o'zaro farqlari bor. Shular haqida ham bitta nima qilib o'tamiz. Xullas, bizda umumiy tushunchalar aynan shulardan iborat. Xo'p, bizda endi farqli jihatlarini aytib o'tdik. Nimalari bor? Ya'ni bizda o'zaro chuqurchalar bor. Demak, fovea costalislar bor. Mana fovea costalis bu korpusdagi, fovea costalis processus transversus, ya'ni ko'ndalang o'siqdagi costalis fovealar bor. Ya'ni fovea bu chuqurcha. Fovea costalis, costopacity, ya'ni fovea costalis. Xo'p, endi fovea costalis bor ekan va shunga ko'ra biz ko'krak umurtqalarini ikkiga bo'lamiz. Ya'ni birinchisi tipik, xuddi bo'yin umurtqalarida ham bo'lgandek-ku. Hamda ikkinchisi atipiklar bo'ladi. Bizda atipiklariga 11 hamda 12 ko'krak umurtqalarini kiritamiz. Qolgan deylik 2-dan 10gacha bo'lganlari, 10 ham qismi bular tipik ko'rinishda bo'ladi. Va aynan atipik ko'rinishda deyilishiga sabab bizni ko'rib o'tamiz hozir. Atipik bu bizda ko'krak umurtqalarini umumiy o'sha 12 ta ko'krak umurtqasining yon tomondan ko'rinishi. Va bundagi tipik, atipik deyilishiga sabablar hozir ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi umurtqaga olaylik, ko'krak birinchisi. Mana bu bizda ko'krak umurtqasining birinchi vakili. Va bundagi atipiklik aynan bizda mana bu bizda fovea costalis prima, ya'ni birinchi qovurg'a chuqurchasi. Va birinchi qovurg'a chuqurchasiga o'z navbatida birinchi qovurg'aning do'mboqchasi kelib birikadi bu yerga. Bosh kelib birikadi. Do'mboqchasi esa mana ko'ndalang o'siqdagi chuqurchaga kelib birikadi. Xo'p, endi bunda atipiklik nima desa, birinchi qovurg'ani o'zi yakka holda shu boshchasi bitta chuqurchani o'ziga keladi. Boshqalardachi desa, boshqalarda mana ko'rib turibsiz, ikkinchi qovurg'ani boshchasi yarmi birinchi umurtqada, yarmi ikkinchi umurtqada bo'lyapti. Demak, ikkala umurtqadagi fovea costalislar bitta bo'lib turib, bitta ikkinchi qovurg'ani boshi kelib birlashadigan joyda hosil qiladi. Va shuning uchun fovea costalis superior, inferior va fovea costalis superior bo'ladi. Inferior va superior o'zaro qo'shilishi oqibatida bizda bitta yaxlit chuqurcha hosil bo'ladi. Va buni do'mboqchasi mana bunga kelib birikadi. Va bizda shular. Endi birinchi umurtqa, demak, atipikligi shunda. Endi bizda 10-umurtqagacha aynan shu tarzda, ya'ni fovea costalis superior, inferior bo'lib ketaveradi. Va bizda 10
umurtqaga kelganda, 10-umurtqaga kelganda bizda bizda 10-umurtqaga kelganda esa 10-qovurg'aning boshi 1/2-3-qurchani yarmi 9-qovurg'ada umurtqada, yarmi 10-umurtqada bo'ladi. Va 10-umurtqada boshqa chuqurcha bo'lmaydi. Demak, 10-qovurg'aning boshi yarim chuqurcha bo'lib, 9-10-umurtqalar orasida joylashadi. Lekin 11-12-umurtqalarga kelganda, ko'krak umurtqalariga ularda yaxlit bittadan butun chuqurchalar bo'ladi. Va bularda ikkinchi atipikligi ko'rib turibsiz. 11-12 mana buni 11 bo'lsa, buni 12 ko'krak umurtqalari. Ko'krak umurtqalarida demak ko'ndalang o'siqlari deyarli yo'qolib boryapti va bulardan boshqalardan farqli ravishda ko'ndalang o'sig'idagi foviya ko'ztalisi yo'q. Demak, bizda shu tarzda bo'ladi. Va buni yaxlit tarzda aytadigan bo'lsak, mana birinchi umurtqada demak 1+0,5 qolgan 2 dan 10 gacha bo'lgan qovurg'alarda 0,5 formulada va 10-qovurg'ada bizda demak 0,5 ni o'zi demak 11-qovurg'ada 1, 12-qovurg'ada ham 1. Bu nima degani? Aynan birinchi umurtqada bitta chuqurcha-yu yarimta chuqurcha. Qolgan 2 dan 10-gacha bo'lgan umurtqalarda yarimta chuqurchalar bo'ladi. Va biz 10-umurtqaga kelganda faqatgina yarimta chuqurcha bo'ladi xolos. Undan so'ng 11-12-umurtqalarda esa 11-12-umurtqalarda esa yaxlit bittadan butun chuqurchalar bo'ladi va shu tarzda ifodalanadi. Demak, ko'krak umurtqalari haqida gapiradigan shu. Faqat yana bitta narsa bu yerda o'tkir o'siqlariga e'tibor beramiz. O'tkir o'siqlari, ya'ni protsesspinoslar boshqa nimalarga nisbatan ancha yirikroq hamda pastga egilgan bo'ladi va bu pastga egilganligi bizda ko'krak umurtqalarini orqaga harakatini cheklovchi omil bo'ladi. Va bizda shuning uchun orqaga ko'p egilish cheklangan bo'ladi. Bu normal holat hisoblanadi. Xo'p, endi bizda bel umurtqalari haqida umumiy tushuncha beradigan bo'lsak, bunda ham demak korpus bo'ladi, faqat kattaroq, arkus, ko'ndalang o'siqlari, o'tkir o'siq, qo'shimcha o'siqlar, ya'ni qo'shimcha o'siqlar haqida gaplashamiz va yuqori bo'g'imida so'rg'uchma o'siqlari bo'ladi. Bu demak bel umurtqalari umumiy ko'rinishi. Va biz bel umurtqalarini boshqa umurtqalardan qanday ajratib olamiz desak, bizda korpus juda yirik bo'ladi va qo'shimcha o'siqlarni orqali ajratib olishimiz mumkin. Ular yaxlit belgilar. Xo'p, bizda bel umurtqalari umumiy ko'rinishini aytib o'tdik mana. Bizda korpus, ya'ni tana, o'sha umurtqa teshigi, o'tkir o'siq, ko'ndalang o'siq, bo'g'im o'siqlari bor hammasi. Oyoqchalar hamda lamina, ya'ni plastinka bor hammasi. Faqatgina bizda farqli jihatni aytib o'tdik bizda. Xo'p, qo'shimcha o'siqlari hamda so'rg'uchma o'siqlari mavjud. Bular qaysilar? Demak, bizda qo'shimcha o'siqlari bu aynan ko'ndalang o'siqni asos qismida desak ham bo'ladi. Mana bu yerda qo'shimcha o'siqlar mavjud. Va so'rg'uchma o'simtalar esa aynan bo'g'im o'siqlarini yuzasida, bo'g'im o'siqlarining qirrasida bo'ladi. Bu qismda. Bularning vazifasi bor, aynan bular bekorga emas, har bir tuzilma begizga mavjud bo'lmaydi va bularda o'z vazifasi bor. So'rg'uchma o'siqlarning vazifasi nimadan iboratligini aytib o'taman. Bizda bel qismida aynan ko'p qavatli muskullar bor. Musculus multifidus deyiladi, ya'ni musculus multifidus brevis bor, longus bor. Brevis ya'ni kalta ko'p qavatli muskullar. Va bizda mana bu ko'rib turibsiz bel umurtqasi mana korpus qismi, hamda mana bu yerda yuqori bo'g'im o'sig'i. Bizda aytib o'tganimizdek, aynan yuqori bo'g'im o'sig'ida bizda nima bor? So'rg'uchsimon o'simta bor. Bir burchagida. Aynan shu so'rg'uchsimon o'simtaga bizda demak muskul kelib birikadi. Musculus multifidus brevis aynan mana bu yerda birikadi. Va uni bitta uchi esa o'tkir o'siqqa kelib birikadi. Mana shu bizda multifidus brevis muskuli.
va keyingi o'siq, qo'shimcha o'siqni vazifasi esa bizda bu ham aynan belda chuqur muskullaridan. Bu bizda intertransverzariya muskullar, ya'ni ko'ndalang o'simtani, ko'ndalang o'siq orasidagi muskullar deyiladi va buni uzun to'liq nomi demak muskuli bittani aytaveraylik, musculus intertransversare medialis lumborum. Ya'ni bu belning medial ko'ndalang o'siqlari orasidagi muskula hisoblanadi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. 2 xili bor. Demak, laterali bor, mediali bor. Aynan medialini boshlanish joyi bizda ko'rib turibsiz, mana bu qo'shimcha o'siq hisoblanadi. Aynan qo'shimcha o'siqlar orasida mana o'zaro tortiladigan muskul bu belning medial ko'ndalang o'siqlari aro muskuli. Unisi esa lateral. Lateral bu ko'rib turibsiz, ko'ndalang o'siqni o'ziga tortilyapti orasi. Shuning uchun inter bu ikki narsa orasida degan ma'noni bildiradi. Transversal ko'ndalang o'siq bo'lsa, musculus intertransversari medialis lumborum, ya'ni lumborum belga oid.